Salom pandachilar, shunchaki videoni o'tkazolmasdan ko'ring, ayniqsa armiyalar va blinklar. Sizlarga bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Men Koreyaning o'zida BTS haqida juda ham ko'p videolar oldim. Meni qo'llab-quvvatlashdi va juda ham ko'p hate qilishdi. Kommentlarning ko'pchiligi haqoratli so'zlar bilan bo'lganligi uchun joylash niyatim yo'q. Lekin bir savol miyamga chuqur joylashib qoldi. Nega BTSda shunchalik ko'p hate? Men fanboy emasman, lekin kimni hate qilayotganingizni bilib olishingiz kerak. BTS jamoasi Koreya iqtisodiyoti uchun har yili 4,5 milliard dollar foyda olib keladi. Va siz hate qilayotgan shu guruh a'zolarining barchasi millionerlar. Lekin bu yigitlarning hech biri shunchaki millioner bo'lib tug'ilmagan. Lekin hozir ularda bor bo'lgan boylikni ko'pchilik multimillionerlar hatto tushida ham ko'rmagan. Dunyoning katta milliarderlaridan biri Elon Musk ham BTS bilan bo'ladigan shartnomani sotib olish niyatida. Aytgancha barchasini pul hal qilmaydi-ku. Janubiy Koreyaning dunyo bo'yicha IQ darajasi 6-o'rinda va 102 ni tashkil etadi. IQ bu aqliy daraja. Bu ko'rsatkich O'zbekistonda 62-o'rinda 89 ni tashkil etadi. BTS yetakchisi Namjoonda esa bu ko'rsatkich 148 ni tashkil etadi. Agarda siz bu guruhning kiyinish uslublarini yoqtirmaydigan bo'lsangiz, bu shunchaki Hype kompaniyasi bilan tuzilgan shartnomalar tufayli. Bu guruh Amerika prezidenti bilan Oq uyda ko'rishishga ham muvaffaq bo'lgan. Endi esa asosiy qismga yetib keldik do'stlar. Bu guruhning birinchi konserti tekin bo'lganligini bilasizmi? Bu yigitlar birinchi konsertlari uchun muxlislarni shunchaki o'zlari taklif qilishgan. Xuddi shu darajadan hozirgi rekord ko'rsatkichgacha, ya'ni 280 mingta muxlis ishtirokidagi konsert. Do'stlar, shunchaki tan oling, ular buning uchun tinimsiz mehnat qilishgan va ularni bilmasdan turib haqorat qilish noto'g'ri. Shuning uchun bu videoni chiqardim.